Mang'itning sentriga yaqin, mana shu yerlardan yarim tayyor bo'lsa ham uy olaman deb yurganlarga, gazi, suvi, svetidan muammosi bo'lmasligi kerak degan opa-akalarimiz uchun sizlarga zo'r variant topib qo'ydim. Bizning manzil boton bo'lsa, mol bozordan oldi bilan keltirganimizda, Popalinga kirgan yerimizda, chap qo'limizda ko'chada, xudo xolasa Satraton yarim tayyor 8 sotixli uyimiz bor. Buning manzili mol bozordan oldi bilan keltirganimizda, Popalinga kirganimizda mana shu chap qo'limizda Satraton yarim tayyor uyimiz bor. Popalinga asfalt yo'ldan tushib kelganimizda, chapga tushib kelganimizda mana shu uyimiz xudo xolasa sizlarga qarshi oladi. Mana shu videoni davom etishdan oldin YouTube kanalimizga like, podpiskani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz. Hamma videomiz sizning oldingizga xudo xolasa chiqib turadi. Gaz turbalar o'tgan, suvlar, vodoprovodlar o'tib turibdi. Wi-Fi bor, to'q bor, hech narsadan muammosi yo'q bo'lgan yerdan xudo xolasa chiroyli yarim tayyor uy topib qo'ydik. Bu uyimiz xudo xolasa Toshkentskiy stilda qurilgan. Mana shu o'rimizga jasur temir eshiklardan chiroyli etib darvoza yasab turib olamiz xudo xolasa. Xo'p, bu yerimiz uyimiz, bu yerimiz mehmonxonamiz. Mehmonxonamizni tanishtiramiz. Bu yerimiz koridor. Bu yerimiz botomizda mehmonlar uchun zalimiz. Bu yerimizda 2 top bor ekan. Shu yerning bolalarini to'p o'xshaydi. Tezda shu topni izlab yurgan bolalarga berib qo'yamiz. Shu yerimiz. Bu yerimiz botomizda yana bir xonasi. Bu yerda mehmonxona, mehmonlar uchun yotoqxona qilsadan bo'ladi ekan. Zo'r variantda. Xo'p, bu yerimiz darvozaxona bo'ladi. Bu yerimiz xudo xolasa chertak qilaman deb ishlangan ekan. Mana ko'rsatilib bo'ladi proyektini. Shu yerga chiroyli naves qilib, chertak qilib, orqa tarafini bax qilib ko'rsatsa, xudo xolasa moshni bo'ladi. Bu yer kiralaridan bor ekan. Xo'p, bu yog'imizga mana kirgan yerimiz. Xo'p, bu yerimizga bir rakovina tushirib ko'rsatsalar, mevalar qo'l mevada boshqa qoladi. Bu yog'imiz botomizda baynasi mana ekan, baynasini ham chiroyli qilib ishlagan ekan. Bu yog'imizda yana bir xonasi, mana ko'rsatsalar bo'ladi. Chertaga qaragan ekan aynasi. Bu yog'imiz botomizda bir zal ko'rinishidagi yana bir xonamiz. Kuxnya qilsalar ham bo'ladi bu yog'imizda. Xudo xolasa mana shu proyektimiz, uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ramiz, narxlarini tanishtirib o'taman. Bu yerning narxini aytishdan oldin YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va like, kommentariyani bosib tashlaymiz, xudo xolasa. Xo'p, bu yerning narxi 195 million so'm aytilyapti. Yana aytib tortishib kelishi tayyorlari bor. Kimga qiziq bo'lsa, tez aloqaga chiqamiz. Yo bo'lmasa shunday yerlardan Popalindan 100 da berganlarga, gaz yaxshi, shunday yerdan 100 da berganlarga men shu videoni tashlab qo'yamiz. Yo bo'lmasa Popalindagi do'stlarimiz bo'lsa, gruppalaringizga bir tashlab yuborsanglar, sizlar orqali bir odam uyli bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun tezda tarqatib beramiz. Mana shu videoni hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mang'it kanali bizni kuzatishda davom eting.